ko'ramiz dedim do'stlar. Videoga like bosib qolinglar, obuna qo'yinglar do'stlar. Bizga shu muhim bo'ladi do'stlar. Do'stlar, oldinga qo'ygan videomda 11 prosmotr va 3 prosmotr bo'ldi do'stlar. Mayli to'g'ri bermaymiz-da. Bugun do'stlar biz Ender Dragonni o'ldiramiz. Ha, men Bedrockda o'ynayman, kompyuterda yaqinda sotib olaman. Notebook, kompyuter sotib olib sizlarga ko'rsataman. Hamma videoga like bosib qolinglar, obuna qilinglar do'stlar. Videoga like bosgandan boyib ketsin. Mayli do'stlar. Endi biz Ender Dragonni o'ldirishni boshlaymiz. Birinchi og'och chopishimiz kerak. Do'stlar, mana biz og'och chopamiz. Chopgan yaxshi. Oldingi videolarimda men Ender Dragonni o'ldirganimni ko'rsatmaganman. Endi birinchi marta Ender Dragonni o'ldirishim kerak bo'ladi. Do'stlar. Xo'sh, ko'la bo'lay. Do'stlar, sizlar do'stlaringiz bilan maza qilib o'ynash qiziqroq ketadi. Lekin bir o'zingiz o'ynasangiz qiziq emas bo'ladi. Bilaman. Hammani kuchaytirib olish kerak. Bo'ldi yaxshi. Salom. Takvirda yasaymiz. Qo'yib tayoqcha, bolta va kirka yashaymiz. Endi olib to'g'ri. Minecraftda 22 ta blok yo'q-ku. Tamam. Bu yerdagi hamma og'ochni yo'q qilib tashlaymiz. Do'stlar, bizning maqsadimiz qarang, aytib beraman. Qarang, do'stlar, bizning maqsadimiz endi olamga to'g'ri. Bo'ldi, esimga tushdi. Nima edi? Oltin olovli tayoqchalarni olib, olovli tayoqchalardan uni olov yasagandan keyin Ender Marvat bilan ikkalasini birlashtirib ko'z yasash, keyin Ender Dragonning portalini topish va olamga teleport qilish, keyin Ender Dragonni o'ldirish. Bizning maqsadimiz shu, lekin Bedrockda Ender Dragonni o'ldirish juda ham qiyin. Endi portalga kirganingizda Ender Dragon o'zingizga 3 kelib bir itara urishi mumkin. Qochochqa